Bugun sizlar bilan 35-40 yosh orasidagi homiladorlik va tug'ruq haqida gaplashamiz. Homiladorlikka tayyorlanish, homiladorlik paytida doimiy shifokor nazoratida bo'lish va tug'ruqdan so'nggi tiklanish afsuski juda ham kam uchrovchi holatdir. Ish faoliyatim davomida 4 oylik farzand homiladorligini bilmagan, bu vaqt oralig'ida turli xil dori vositalarini ichib yurgan va natijada yurak parog'i bilan farzand dunyoga keltirgan onadan tortib 37 yoshda homilador bo'lgan va biror marta homiladorlik paytida shifokor nazoratiga bormagan va natijada 27 haftada 1300 kg tug'ilgan farzand dunyoga keltirgan onalarni ham ko'rdim. 35-40 yosh oralig'ida nimalarga e'tibor berishingiz muhim? Gestatsion diabet xavfi oshishi, arterial bosim, preeklampsiya holatlari, muddatdan oldin tug'ruq xavfi va homilada turli xil genetik kasalliklar ehtimoli keskin darajada ortadi. Shu sababli turmush muammolari, boshqalarning bosimi, gaplariga emas, avvalo o'zingizning sog'ligingiz va farzandingizning sog'ligiga e'tiborli bo'ling. Va albatta shifokor nazoratida bo'lishingiz muhim.